halol yeyish bu farz bu. Harom nimalar bilan? Xudo harom qilgan narsalar, uni yeb ichishlik harom. Xudo halol qilgan noto'g'ri yo'l bilan, o'g'irlik, poraxo'rlik, yolg'on, aldov, zo'ravonlik bilan topilsa o'sha narsa biz uchun harom bo'ladi. Harom yeganda Rasululloh hadislarda aytadilar, jannatga kirmaydi deganlar. Kirmaydi jannatga degan. Shuning uchun avvalo o'zimiz mahkam bo'laylik, qolaversa biz uchun uyda xarajat ko'tarib kelayotgan bolalarimiz bor, nabiralarimiz bor. Bolam o'tirmayotgan. Men o'qimaganman, lekin jumada eshitdim. Yolg'on gapirib pul topsang harom bo'lar ekan. Aldab pul topsang harom bo'lar ekan. Xiyonat qilib pul topsang harom bo'lar ekan. Shu sifatida ham, sonida ham aldama, nima sotsang ham. Yem sotasanmi, mol sotasanmi, paypoq sotasanmi, sifatida va sonida aldab bo'lmaydi. Pul harom bo'ladi. Harom lil halali hisabun va lil haromi adabun. Qiyomat kunida halol narsalarga hisob-kitob qilinamiz, ya'ni qayerdan topib qayerga sarflading, haromga to'g'ri azob. Xudo saqlasin. Haromga va qatdan topdingiz, nima qildingiz deyilmaydi. Harommi? Bor yondir buni deydi.